Yosh onalarni asabiga tegadigan gaplar. Ketdik. Voy, bolangizni yengil kiyintirasiz, shapkasi qani, naskisi qani, sovuq-ku. Voy, yozning chillasida ham 2 qavat kiydiribsizmi? Yeching, terlab pishib ketdi-ku. Bolangizga suv berasizmi yoki bermaysizmi? Yozning chillasida suv berish kerak. O'zingiz bir necha kun suv ichmang, ahvolingizni ko'ramiz. Nimaga suv berasiz? Suv bermaslik kerak. O'zi ona suti suvdan iborat-ku. Kim aytdi sizga suv berish kerak deb? Sutingiz kaloriyasi bormi o'zi? Yog'li emas, menimcha sutingiz. Qarang, ko'kragingiz kichkinagina, qayerdan u yerda sut bo'ladi? O'zi o'g'il bolalar ko'p emadi. Smes bersangizchi. Smes berasizmi? Emizdirsangiz bo'lmaydimi, bilmaysizmi? Ona suti bunchalik foydali ekanligini. Voy, bitta bolani uddalab emizolmaysiz. O sizni ko'krak uchlaringiz ham yo'q ekanda. Voy, buncha ko'kraklaringiz katta. Shunaqa katta ko'krakda ham sut yo'qmi? Bitta bolani eplab katta qila olmaysizmi? Yotavermang kuni bilan, turing, ishlarni qiling. Men sizni yoshingizda 3 ta bolani ham eplab, ularni yig'ishtirib erimga qarardim. Sizchi bitta chaqaloq bilan kuni bilan yotasiz. Voy, buncha ish qilmang. Dam olib turing, shunaqa ish qilib qaynonangizga qaraganingiz uchun sutingiz qochib ketgan. Lutchi bolangizga qarash kerak edi. Ishlarni uddalardingiz, keyinchalik chaqaloqlar bilan tez katta bo'ladi. Ish qilib yoshligingizni ham o'tkazib yorasiz, chaqaloqlik davrni ham o'tkazib yorasiz. Buncha yasan-tusan qilasiz, o'zingizni bo'yaguncha bolangizga qarasangiz bo'lmaydimi? Vashsha o'zingizni qo'yib yuboribsiz-da. Faqat bola deyavermasdan bundoq yuzingizga qarang, bundoq sochingizni bo'yab, kipriga yopishtirib yursangiz bo'lmaydimi? Yana qaysi gaplarni qo'shasiz? Kommentariyaga yozib chiqinglar.